Assalomu alaykum, qadrli obunachilar va kanalimiz kuzatuvchilari. Barchangizga yaxshi kayfiyat va kuningiz xayrli, mazmunli o'tishini tilagan holatda Avtoblog o'z faoliyatini boshladi. Do'stlar, bugun lokatsiyamiz bo'yicha yana Namangan mashina bozoridamiz. 28-sentyabr kuniga sizlar so'ragan va qolaversa yana bir boshqa saralangan yaxshi mashinalarning narx-navosini bugun qisqacha sizlarga ko'rsatib tanishtirib o'tishga harakat qilamiz. Eng avvalo do'stlar, har doimgi so'raydigan joyimiz like bosing, kanalga obuna bo'ling, do'stlarga ulashing, kommentariy yozing. Bu bizga qiziq do'stlar. Gapni ko'p cho'zib o'tmayman. Hammanglarga yaxshi kayfiyat tilayman, maroqli hordiq tilaymiz. Wheels spinning on the blacktop night, neon signs in the city lights. Xo'p, do'stlar, biz Spark qatoriga o'tdik. Xo'p, birinchi Sparkimiz o'sha delfin rangmidi, endi xalq tilida. Aka, ma'lumotini beraveramiz. Hop, Spark 2015-yil, probeg 252 ming yurgan. Ikkinchi qo'l o'zim haydaganman. Hech qanaqa DTP bo'lmagan, 3 ta joyda kraskasi bor. Faqat shu qirilganligi uchun to'g'rilab, tekislab qo'yilgan. Pioner kolonka qo'yganmiz, kamera qo'yilgan, oldiga, orqasiga. Xullas, shuni olgan odam minib ketaveradi. Xullas, motor, ходовой коробкада kamchiligi yo'q. Yo'q, shunday oladi, minib ketaveradi. Pozitsiyasi qanday bo'ladi? Mexanika, avtomat? Bu mexanika ikkinchi pozitsiya, full konditsionerlari, polni anaqasi bor. Ishlaydi. Hammasi ishlaydi. O'zim Mashina, qarab berganman. benzin, gaz uni Bir xil hammasi. hammasi bir xil. Bir xil yo'l, benzinda ham, gazda ham bir xil yuradi. Metan i nimada? Benzinda. Xo'p, aka, pulini qanday dedik endi buni? 5,5 ming deyapmiz, 5,5 ming so'rayapmiz. O'tib beradigan joylaringiz bor baribir. Surishib qo'yib, bir Albatta. murosa kelib qolsa, bir lastilgan odamga xudo xolisa baraka qilib o'tib beramiz. o'tib berasiz. Ko'ngil to'q qo'yinglar do'stlar. Aka bilan gaplashyapmiz, chiroyli qilib xursand bo'lib ketadigan narxda murosa qilib berishadi. Endi telefon raqami aka? 93lik 887 88 75. Ana do'stlar. Hop, yozib, biz tomondan, misol uchun, aytilmay qolgan kamchilik bo'ladigan bo'lsa, akani o'zlari bilan aloqa qilib gaplashsanglar bo'ladi do'stlar. Mashina haqiqatan chiroyli holatda turibdi. Xo'p, salon qismida qirilgan, chizilgan nuqson yerlarni ko'rganim yo'q. Ko'rib qolgani o'zingizga havola do'stlar. Do'stlar, sizda servis yoki boshqa xizmatlar, katta va kichik biznes turlari, biron mahsulotlaringizni boshqalar bilishi va xaridorlar yopirilib kelishini istasangiz, bizda bunga albatta yechim topiladi. Endi Avtoblog kanali o'z reklama xizmatini yo'lga qo'ydi. Ma'qul topsangiz, biz bilan bog'laning. 2019 4-chi pokoleniya gazi bor. 136 ming yurgan. Kraskalar top-toza. 4-chi pokoleniya gaz, 906 volt, video registratorlari bor, yaxshi haydalgan. Kuzovda ayb nuqsonlari yo'q. Kraskasi top-toza. Mashina 2019-yil. Metan benzinda aytib o'tdingiz, a? Pulini qanaqa qilyapsiz? Pulini aka 7600 olib beramiz. Kelishtiradigan joylari bor. Kraskasi top-toza. Xolos kobel diskalarni toqib qo'yilgan shoxlari bor, akkumulyatorlari yangi. Ayb nuqsoni yo'q. Lebo preverkaga javob. Telefon raqami taklif o'tasiz 1998. Ha, 94lik 115 1998. Xo'p, do'stlar, shu aytilgandek doim biz tomonda qaysi bir kamchilik bo'lishi mumkin. Bu bozorchilik, to'g'ri tushunasizlar. Bemalol telefon qilib faqat o'sha kechqurun soat 22 gacha telefon qilib, undan keyin besa qilmasanglar, hammaga ham malol kelmaydi-da. Shaxsan siz o'zingizga ham o'zingiz o'ylab ko'ring, yotibsiz. 12dami, 1dami? Sizga telefon qilsa nima qilardingiz misol? Yosh bolali bor, yoningizda ayolingiz bor, qo'pol qilib endi aytiladi-da, shu telefon kelib tursa. O'shaning uchun do'stlar shuni ham inobatga olib, shuni qolib Rossiyada bo'ladigan bo'lsangiz, Qozog'istonda bo'ladigan bo'lsangiz, yoki umuman chet davlatda bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston vaqtiga mo'ljallab bemalol telefon qiling. Akalar shu ma'lumotni berishaveradi. Keyingisiga o'tamiz. Keyingisi ekan. 2020-yil ikkinchi peysi Optima Plus degani podogrefi bor. Baku upravleniyasi bor, oldin laboylar isiydi. U benzinli holatida, kraskalari top-toza, bir qo'l haydalgan hisob ma'lumot.
kuzovida, motorida hech qanday ayb nuqsonlari yo'q. Любой проверка garantiya. Moshinada Cobalt diskalarni bosib qo'yganmiz, akkumulyatorlari yangi. Oddiyroq video registrator bor, zapaska balolar tushmagan. Zo'r spaka sotasiz tamom, lekin Ha, xudo xohlasa olgan kishi ham malaga xaridor olib qolsa bizga ham yaxshi. Iloji bo'lsa chitib olamiz, kraskasi tozalanadi, ertaga olgan kishi ham baraka topsa. siz ham u ham olgan odam ham Ha, xursand bo'lsa, albatta, baribir boshqacha albatta. emotsiya bo'ladi odamda Biz ham do'stlar. shu mehnat qilib, ustiga 1-2 so'm foyda qilsa sotamiz-da. To'g'ri. Shu o'rinda haqiqatan bu akamizni mashinalariga biz ham qiziqamiz, chunki ideal statsiyadagi aytilgandek mashinalarni o'zimiz ko'rib, chertib, xaridorlarga o'sha biz ham yaxshi narsani sotib, xursand bo'lsa biz ham xursand bo'lamiz deb shunaqa mashinalarni ular sotishadi-da, o'shangaligi biz ham qiziqamiz aynan shu mashinalarga, akamizni mashinalariga. Cobalt do'stlar. diska balolarni ham yangi qo'yib qo'yilgan. Aha. Xolos korobkadan o'chib, rabochi emas. Olgan kishi oladi, haydaydi. Tayyor. Zo'r. Do'stlar ko'ring, juda ham zo'r holat, zo'r narx bosib oling. Do'stlar, navbatdagi Spark mexanikada ekan. Kraskalari toza 2014-yil. Hop, Cobalt diska balon 4 ta almashtirilgan. Yurgani 268 ming. Hop, pultlari hamma yo'qlari bor ekan do'stlar. Telefon raqam 93 493 66 96 90 596 19 84 do'stlar. Hop, pulga keladigan bo'lsa 5400 deyilyapti. Kelishiladigan joylari bor ekan. Nasiyaga 2000 3000 puli borlarga aloqaga chiqib, murosaat qilib gaplashsa bo'lar ekan do'stlar. Mashina holati yaxshi holatda o'sha aytildi. 4 ta Cobalt diska balon almashtirilgan mashina. Yaxshi kraskalarni ham aytdik. Hop, ma'lumotini mana ko'rsatib o'tyapmiz. Bo'ldi. Hozir do'stlar, keyingi Spark'imizni ma'lumotini beramiz. 2020 Aha. ikkinchi pozitsiya ABS konditsionerlari bor. 127 ming yurgan. Ta'minot ruxsatnomalari 8 oy bor. Pokoleniya metan gazi bor. Bitta yangi yumshoq balon. Hop. Kraskasi kapot usti yuzaki, shkreli uchida bor. Bilinmaydi pashta. Yo'q. Hop, hamma yo'g'ini aytdik, benzin, propanlarni aytdik. Pokoleniya metan. Pulini qanaqa? Yumshoq balon diskon. 4 ta yumshoq balon almashtirilgan. 7200 dan tushib beramiz. 7200 dan o'tib beriladigan joylari bor. Keyin aka buni naqd, barter, nasiya to'lov turlari ham bormi? Iloji bo'lsa naqdga gaplashganmiz. Iloji bo'lsa naqd bilan gaplashgan yaxshi. Do'stlar, naqdda asal, nasiyasi kasal degan maqolam bor, esimga tushib ketdi-da. Xo'p, Ichiga murosa qilamiz. bo'ldi. Chala bo'lsa Lekin murosa qilib, agar puldan kam ko'st bo'ladigan bo'lsak, kelishamiz deyapti akani o'zlari. Telefon raqamiga 99lik 99lik 916 916 88 77. 88 77 do'stlar, bemalol aloqaga 2020-yildagi mashinamiz. Xo'p. ABS konditsionerlar bor dedingiz-a? Do'stlar, ABS konditsionerlari bor, ishlab turibdi. Ichki qismiga bir nazar tashlayman. Haqiqatan do'stlar, yaxshi. Mana bu torpedkalari bunaqa urinib qolmagan. Salonda o'zida qirilgan, chizilgan joylarni ko'rganim yo'q. Mashinani ichki jihozlari o'ziniki. Xo'p, do'stlar, Spark mashinamiz avtomat 2014-yildagi topdik. Bosib o'tgan 300 ming kilometrda. Hop, narxi 5800 kelishadigan joylari bor. 94lik dedi shekilli adashmasam, nechi edi uka? 97 42 71 da. Do'stlar, 97 42 71 egalaridan oldik. Holatini ko'rsatib beramiz. 99 edi işte adashmasam. 99 edi do'stlar. Hop. Ha, kraska yonda bor deydi, bu yoqda deydi kraskalarini. Lekin nima deydi, ko'z bilan qaralganda bilinmaydi. Uncha vajib narsa emas. Orqa o'sha Mercedes tuning qilingan, 4 ta Cobalt balon almashtirilgan.
ichki salonini hozir ko'rdik. Salafanlari bilan turibdi. Hech qanaqa qaralgan, chizilgan joylarni ko'rganim yo'q. Hop, navbatdagi Sparkimiz aka, ma'lumotni aytaveramiz. O'zimiz xohlasangiz. Mani videoga olmaysiz. Yo'q, olishmaydi. Ovozingiz eshitishadi xolos. 18, 228 ming yurgan, ko'zi 19. ko'zi 6,5 ming kami bor. Kapot kirili yuzaki. Gazi bor. Gazlari bor. Pulini qanaqa dedik buni? 6,5 dan tushib beramiz. 6,5 o'tib beradigan joylar bor. Keyin buni barter, halol nasiya. Barter bor. Barter. Qanaqa mashina bilan chiqsin? Spark, Matiz. Matiz. Endi 94 lik dedingiz-a? 907, 42, 71. Do'stlar, 94 lik 97 42 71. Narigi Sparkimizga ham qoldirib ketamiz do'stlar. 99 limidi, 94 limidi dedik-ku, qoldirib ketamiz. Mashinani ko'ringlar. Qo'ymay turaman. Olavering. Bo'ldi. Bo'ldi, ma'lumot oldik.